Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 6 mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari tort so'm 28 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2175 so'm 53 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.217.553 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.7% ga tushdi. Yevro 2 so'm 8 tiyinga oshdi. 1 yevro 4151 so'm 62 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.415.162 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2.3% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 65 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 8 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 155.080 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 2.5% ga tushdi. Xitoy yuani 3 so'm 80 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1766 so'm 59 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.766.590 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.0% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 80 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 78 Rossiya rubli 51 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7851 Rossiya rubli 13 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.8% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.